Abu Rayhon Beruniy. Birinchi bo'lim. Hijriy 362-yil Zulhijja oyining 2-sanasi juma kunida Xorazm yaqinida bir bola tug'ildi. Arab va islom madaniyatining eng yorqin namoyandalaridan biri sifatida mashhur bo'ladi. Allohim o'zingga shukr. Qachonlardan beri o'g'il farzand kutaman. Otasining orzusi ushalsin, unga Muhammad deb ism qo'yaman. Muborak bo'lsin Ummu Muhammad. Mana, o'g'lingiz katta bo'lsa, sizga yordamchi bo'ladi, dastyoringiz bo'ladi. Yo'q. Yo'q? Nega yo'q deysiz? O'zimiz yashayotgan yurtni qadrini bilmaysizmi deyman. Xorazmni aytyapsizmi? Ha, Nega endi? Juda yaxshi bilaman. Xorazm eng katta tijorat markazi-ku. Shuning uchun aytayapman-da, Muhammad katta bo'lsa, katta savdogar bo'lib, xizmatingizni qiladi inshaalloh. haliyam tushunmabsiz nima demoqchiligimni. Xorazm faqat tijorat markazi emas-ku. Xorazm ilm shahri, ulamolar shahri. Men Muhammadim olim bo'lsin deb niyat qilganman. Ha, endi tushundim. O'g'lim tolibi ilm bo'lsin degan ekansiz-da. Faqat tolibi ilm emas, muallim bo'lsin, ilmiga amal qiladigan olim bo'lsin deyman, inshaalloh. Oilaning iqtisodiy ahvoli yaxshi emas edi. Yolg'iz ona ro'zg'or tebratish uchun og'ir mehnat qilardi. Muhammad yoshligidan onasiga yordam bera boshladi. Oy, Sizga nima bo'ldi, oyi? charchadim bolam. Bugun ko'p ishlab yubordik shekilli. Aka o'g'lim, shu yerda biroz dam olaylik. Meni kechir bolam. Men seni o'tin terishingni istamagandim. Aslida sendan umidim katta edi. Muhammad. Qayerdasan bolam? Shu yerdaman, oyi. Nima qilyapsan? Mana bu gullarni bargini qarang. Shakli boshqacha ekan. Ilgari hech bunaqasini ko'rmagandim. Hamma narsaga e'tibor berasan, aqlligim. Rostlanamda, oyi. Bu yerda birinchi marta o'tin terishimiz. Mana bu gulni bargini boshqa joyda ko'rmaganman. Voy tavba. Qayerga borsak, o'sha yerdagi gullarni bargini eslab qolarkansan-da, o'g'lim. Ha, eslab qolaman. Ko'pini quritib, saqlab, yig'ib yuribman, oyi. Men ham giyohlarni yaxshi ko'raman, o'g'lim, ayniqsa rayhonni. Seni ham hamma Abu Rayhon deyishini istayman. Abu Rayhon rosa chiroyli eshitilarkan. Ha, xushbo'y degani. Rayhonni hidi ham yoqimli, o'zi ham foydali. Xuddi senga o'xshaydi, o'g'lim. Lekin men seni bundan ham ko'p foyda keltirishingni istagandim. Mendan foyda chiqmayaptimi, oyi? Yo'q, bolam. Sen rosa ziyrak, mehnatkash bola bo'lding. Sen olim bo'lsang, butun dunyoga foyda keltirishing mumkin. Ko'rib turibman, qo'lingdan keladi. Allohdan doim shuni so'rayapman, Muhammad. Abu Rayhon o'g'lim. Abu Rayhon onasiga uy ishlarida yordam berib yurdi. Lekin ilmga qiziqishi kundan kunga ortib borardi. U o'z davrining katta ustozlaridan ilm ola boshladi. Tez orada Qur'oni Karimni, ko'plab hadislarni, fiqhiy qoidalarni yod oldi. Mashalloh. Alloh ilminga barakot bersin, Muhammad. Rahmat ustoz, sizga shogird bo'lish men uchun sharaf. Alloh tavfiq bersin. Mana, Qur'oni Karimni ham yod olding, ham hadis ilmini, ham fiqhni o'rganyapsan. Ikkisini ham mukammal o'zlashtiryapsan.
Inshaalloh hadis va fiqh ilmini puxta o'rganaman ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz eng iqtidorli talabamizning onasi. Sizga ming rahmat, ustoz. Kechirasiz, Muhammadni olib ketsam maylimi? Ha, bemalol. Bugungi darsimiz tugadi. Ustoz, Muhammadda rostdan ham qobiliyat bormi? Ha, bor. Bor. Inshaalloh uning kelajagi porloq bo'ladi. U ulug' imom bo'lib yetishadi. Sizga nima bo'ldi, Ummu Muhammad? Bir narsani o'ylab qoldim, ustoz. Lekin to'g'rimi, yo'qmi, bilmayapman. Nima ekan, aytingchi? Xo'sh. Menimcha Muhammad boshqa ilmga ko'proq qiziqadi. Qanaqa ilmga? U-chi nabotot olamiga qiziqadi. Mendan doim o'simliklar haqida so'raydi. Men bo'lsa bilganimcha javob beraman. Siz berayotgan foydali ilm qolib, shu nabotot olamiga chalg'ib ketmayaptimikin deb qo'rqaman-da. Muhammad qiziqadigan ilm foydali emas deb kim aytdi? Tushunmadim, ustoz. Muhammad tabiiy fanlarga qiziqadi deyapsizmi? Ha, ustoz. Buni nimasi yomon? Bu ilmda ham odamlarga juda katta foyda bor-ku. Masalan, giyohlardan dori-darmon tayyorlanadi. Alloh shifo bersa, o'sha dorilar bilan kasalni davolash mumkin-ku. Yordam beradi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Insonga manfaat beradigan har qanday ilm foydali ilm bo'ladi. O'g'lingiz juda ziyrak. Qaysi sohaga qiziqsa, o'sha sohaning yetuk mutaxassisi bo'la oladi. Inshaalloh uning bir emas, bir nechta sohada mutaxassis bo'lishga uning layoqati bor. Alloh rozi bo'lsin, ustoz. Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. O'g'lingizga qayg'urganingiz uchun sizga rahmat, singlim. Tez orada uning yutuqlarini ko'rib xursand bo'lasiz. Uni ruhlantirib turishni to'xtatmang. Ha, albatta, albatta. Ustozim mendan shikoyat qilmadilarmi, oyi? Yo'q, nega unaqa deysan, bolam? Chunki ustozim bilan gaplashganingizda biroz xafa bo'lgandek ko'rindingiz. O'zimni ziyrak o'g'lim, xotirjam bo'l, ustozing seni rosa yaxshi ko'rar ekan. Qaysi fanga qiziqsa, o'shani o'rganishiga ruxsat bering dedilar. Rostdanmi? Rostdan. Endi bu ilmlarni ham o'rgansang bo'ladi. Unda o'tin terish nima bo'ladi? Sizga kim yordam beradi? Men oz-moz pul yig'ib qo'yganman, o'g'lim. Hozircha o'sha yetib turadi. Sen o'zingni ilmga bag'ishlashing kerak, Abu Rayhon. Unda vaqtimni ikkiga bo'laman. Ham ilm olaman, ham sizga qarashaman. Ana u savdogar g'alati ekan. Hech kim uni gapini tushunmayapti-ku. Bozorga birinchi chiqishi shekilli. Bunaqada uzoqqa bormaydi. U hindistonlik ekan. Gazlama sotyapti. Rosa qimmat kiyimlari bor ekan. Lekin hech kim uni tilini tushunmayapti. Aksiga olib, bozorga shundan boshqa hind savdogar kelmabdi. Hech narsa sotmayapti. Oyi, unga yordam berish kerak. Namaste. अब जसवस्त है हाँ अब हरा सीली है Nahi. लेकिन हवा हिंदी बोलते हैं Tuda. Zo'r yigit ekan-a. U bilan bemalol gaplashishini qara. Menga qara, ana va gazlamalarining narxini so'rab ko'rchi. Abu Rayhon Hind, Yunon va boshqa millat savdogarlari bilan tanishib, gaplashib yurdi. Ularning urf-odatini, tilini o'rgandi. U Yunon ekan. Bu shinada? Tiliya dinara Abu Rayhon o'rgangan ilmidan odamlarga foyda tegishini istar edi. U chuqur ilm egallash bilan birga onasiga o'tin terishda ham yordamlashib yurdi. Tabiat qo'ynida yurar ekan, o'zini baxtiyor his etar,
o'zi uchun yangidan yangi bilimlarni kashf qilar edi. Bir kuni uning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradigan voqea bo'lib o'tdi. Ehtiyot bo'l o'g'lim. Nega, amaki? Bu zaharli o'simlik. Tegib ketma, xo'pmi? Ha, bilaman. Bilasan? Qayerdan bilasan? O'txo'r hayvonlar bu o'simlikni yaqiniga ham kelishmaydi. Faqat uni atrofidagi o'tlarni yeydi. Yam-yashil bo'lib, o'sib yotsa ham undan yeyishmaydi. Ha, shunday degin, to'g'ri o'ylabsan. Bu o'simlikning nomini ham bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Bilmasang bilib qo'y. Bu zaharli zangpoya. Inson yoki hayvon undan yeb qo'ysa, zaharlanib o'lishi mumkin. Buni zaharli ekanini qayerdan bilasiz, amaki? Men nabototshunos olimman, o'g'lim. Rostdanmi? Siz qayerliksiz, ustoz? Xorazmlikka o'xshamayapsiz. To'g'ri, men Yunonistondanman. Unda men siz bilan yunoncha ham gaplasha olaman. Qoyil, lekin arabchada gaplashganimiz ma'qulroq. Chunki u ilm-fan tili. Agar nabototshunos bo'lsangiz, menga yordam berasizmi? Mana shu o'simliklarning nomini, tarkibini, xususiyatlarini aytib bering, iltimos. Sen bu ilmga qiziqasanmi deyman-a? Judayam, lekin uni o'rgatadigan odam topolmay yurgandim. Tasodifni qara-ya. Menga ham bir yordamchi kerak edi-da. Men ham qidirayotgandim. Ko'zlaring aytib turibdi. Rosa ziyrak, aqlli bola ekansan. Xuddi shunday, amaki. O'g'lim juda aqlli bola. Unday bo'lsa, xonim, o'g'lingizni menga shogirdlikka bering. Rozimisiz? Shunday qilib, Abu Rayhon Yunon olim bilan ilmiy safarga otlandi. Bu safar hali uzoq davom etadi. ابن سينا في علم